Degan sizlar faqat ko'rib baxmagan kavdan taqilishni ko'rsatib qo'yay. Çoxum etib sınab baxmanga bək tez çıxdı. Kavimizni mana üstüne shunda kesib, ishlik urug'larini elib o'tib, tayyor qilib, oldi bilan buni kavshonga silib 180 gradusda 18 minut epchorda bir pishirib olib, ondan ichiga tantayeni qo'yamiz. Hozir endi buni pishirishga qo'yib o'tib, ondan tantayeni tayyorlashni ko'rsatay. Kavimiz pishvag'ichi tantayeni tayyor qilamiz. 40 gram shakar, 40 gram shakarning ustiga 100 gram süt, 150 gram denne yağ, 2 tane tuxumimizni quyib, yaxshi aralashtirib olsaqlam bo'ladi. Endi mana shunda yaxshi aralashtirib olgandan keyin buning bek muhim yeri buni cho'qim algakdan o'tkazib olamiz, mana suyuqligimizni. Mana aralashtirib olgan aralashmamizni algakdan ishda o'tkazib olamiz. Qaranglar mana kavimizni 18 minut pishirib, malatga keldik. Endi tantay yerimizni ichiga qo'yib olamiz. Mana endi tantayenimi qo'yib oldik. Yana 25 minut pishirib boqamiz. Agar pishmay qolsa, yana davomli pishiramiz. Mana kavdentarimizni pishdi. Oldi keyin olib 45 minut pishirdim juma hamsa. Mazmunni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, zanlaringlarni, konjollaringlarni aymay beringlar hamsa. Shajar davomli o'quvchi qabul qilyotdi. Hamsa men sizlarni shajarda saqlayman. Uyda cho'qim etib sinab boqinglar.